raqamingiz baxtli raqam anaqasida o'ynalibdi. Sizga 800 minglik limit ajratildi. Limitingiz bor. Xohlagan narsangizni olishingiz mumkin dedi menga. Telegramdan qilishdi. Toshkentda odamlarni aldab, pullarni o'zlashtirib kelgan kiberbunker fosh qilindi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Chilonzor tumanidagi ko'p qavatli uy yerto'lasida kiberbunker tashkil qilingani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, unda 16 nafar operator ijtimoiy tarmoqlardagi soxta onlayn do'konlar nomidan yuzlab fuqarolarga qo'ng'iroq qilib, ularni chuv tushirib kelgan. Dastlabki tergovga qadar 50 kishining 200 million so'mdan ortiq mablag'larini noqonuniy yo'l bilan o'zlashtirgani aniqlangan. Tezkor tadbirda ulardan 22 ta kompyuter jamlanmasi, mobil telefonlar, sim kartalar, bank plastik kartalari hamda 2,5 ming nafardan ortiq fuqaroning to'liq qayd etilgan shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlari ro'yxatlari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan. Hozirda holat yuzasidan dastlabki tergov hamda tezkor surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.